Assalomu alaykum hammaga, xayrli tong. Kondensator batareyasini yig'adigan hamkasblarimizga, usta akalarimizga har bir narsani o'zini instruksiyasi bor. Mana o'sha Chint firmasi kondensatorlarining o'zining instruksiyasi. Bunda eng amal qilish kerak degan foydali ma'lumotlar qismini ko'ramiz. Mana kondensator batareyalarini yig'ganda birdan 20 kilovatgacha oraliq masofasi 30 mm dan kichkina bo'lmasligi kerak. Tepadagi ulanadigan shinadan masofasi 50 mm dan kichkina bo'lmasligi kerak. Hammasida shunaqa ekan. 22 dan 32 gacha 50 mm oraliq masofa, 35 dan 60 kilovatgacha 80 mm dan kam bo'lmasligi kerak. Mana 0.4 kilovoltda, ya'ni 400 volt, 380 voltda kondensator batareyalar 10 kilovatdan kichkinasiga, 12 kilovatdan 20 kilovatgacha, 24 dan 32 gacha, 35 dan 60 gacha necha millimetr kvadratli secheniyada kabel tanlash. 10 dan kichkinalarga 4 mm kvadratlik, 12 dan 20 gacha 6 mm kvadratlik, 24 dan 32 gacha 10 mm kvadratlik, 35 dan 60 gacha 16 yoki 25 mm kvadratli secheniyada kabellardan foydalanib montaj qilish kerak. Keyin kondensator batareyalarini oddiy kontaktor bilan montaj qilib bo'lmaydi. O'zini maxsus rezistorli kontaktorlar bilan montaj qilish kerak.